20 yillik tajribamdan kelib chiqib shu narsani sizlarga aytmoqchiman. 11 yil yuzimga ukol qildim, mezoterapiya qilganman, botulotoksin, filler, viritilizatsiya, redermalizatsiya, juda ham ko'p manipulyatsionni protseduralarni yuzimga qilganman. Lekin bir narsani aytib qo'yaman, mana shu shourda juda ham ko'p testirovaniya qildim o'zimda, oilamda va shu natijalardan kelib chiqqan holda sizlarga bir narsa aytmoqchiman. 4 yildan beri men hech qanaqa ukol qilmay qo'ydim yuzimga, nitilardan tashqari. Masalan, viritilizatsiya, toksin, filler yuzimda ko'rib turganingizdek yo'q. Masalan, mana bu produkt Hydrobutter. Kim ukoldan qo'rqsa yoki ukol qilish mumkin bo'lmasa, shunaqangi yuzlar bor. Fitzpatrick 3 bug'doy rangidan kelgan ayrim patsientlarimiz bor, melanin ko'p ishlab chiqaradi. Ularga umuman mezoterapiya qilish mumkin emas. Ularga tavsiya qilaman mana bu gialuronkani. Bu biotilizantni joyini bosib beradi. Ikkinchi produktimiz Demaya. Kollagen ishlab chiqarib beradi teri ostida. Bu kollagenlarimiz Demaya kapsulaning ichida joylashgani sabab terini ostiga tushib, o'sha yerda yoriladi va sizga kollagen ishlab chiqaradi. Uchinchi produktimiz botoksdan qo'rqgan patsientlarimizga yoki mumkin bo'lgan patsientlarimizga botulotoksinni joyini bosib beradi. Bu ajinlarni sizlarga yopishtirib, fiksatsiya qilib beradi, qottirib beradi.